yo'lovchilar uchun qulay sharoit bo'lishi ko'zda tutilgan edi. Yo'llarni kengaytirish, ularning xavfsizligini oshirish bu juda ham to'g'ri qaror. Birdaniga keskin bu bekatlarni buzib tashlash, qayta rekonstruksiya qilish yoki qayta qurish bilan qanchalik hal bo'ladi, buni boshqa tomonlari ham bor. Kofeli ichib gaplashib turadigan joy emas u. Bekatlarda savdo do'konlari, shoxobchalarni olib tashlash masalasi ko'tarildi. Buni ijobiy va salbiy tomonlari bor edi. Bir tomondan masalan tadbirkorlik subyektlari faoliyat yuritishi va unda daromad qilishi, soliq tushumlari paydo bo'lishi va hokazo. Undan tashqari yo'lovchilar uchun qulay sharoit bo'lishi ko'zda tutilgan edi. Ya'ni bekatlarda konditsioneri bilan jihozlanganligi, qishda isitilishi, kommunal to'lovlarga qarashi va sanitariya qoida talablariga rioya etilishini ushbu savdo do'konlari olib borishi ko'zda tutilgan edi. Lekin nazoratdan biroz chetga chiqqani sababli ayrim do'konlar bekatga ajratilgan joyi ham qanaqadir savdo shoxobchasi yoki xizmat ko'rsatish joyi sifatida o'rab olishdi. Buni natijasida yo'lovchilar bekatdan tashqari, ya'ni noqulay bo'lgan sharoitda avtobuslarni poylashga majbur bo'lib qolishdi. Yo'l harakat xavfsizligi tomonidan qaraydigan bo'lsa, yo'lovchini tushirish va chiqarish uchun avtobusga xalaqit qilmagan holda to'xtashga ruxsat beradi. Lekin to'xtab, do'kondan narsalar olib, o'sha yerda o'zida kofeli ichib gaplashib turadigan joy emas u. Birdaniga keskin bu bekatlarni buzib tashlash, qayta rekonstruksiya qilish yoki qayta qurish bilan qanchalik hal bo'ladi, buni boshqa tomonlari ham bor. Boshqa rakursdan qaraydigan bo'lsa, tadbirkorlik subyektlariga ancha moddiy, ma'naviy zarar yetkazishi. To'g'ri, kompensatsiya etilyapti, lekin kompensatsiya qancha miqdorda uni ko'chirishiga va qayta qurishiga u mablag' yetadimi yo'qmi, bu muammo bo'lib turgan masala. Yo'l harakati xavfsizligi nuqtai nazaridan menimcha o'ylaymanki, yo'llarni kengaytirish, ularning xavfsizligini oshirish bu juda ham to'g'ri qaror. Ammo lekin taklifim shuki, agar kompensatsiya to'lash masalasida jamoat tashkilotlarini jalb qilgan holda ularni to'lanish mexanizmini birgalikda ishlab chiqib, hamda ularning nazoratini jamoatchilik tashkiloti bilan birga qilinsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi deb hisoblayman.